Rossiya bilan boshqa davlatlarda yurgan ishsizlarimizni qayta olib kelishimiz kerak. Bitta maqsad, niyat, investitsiya kelish kerak. Ishchi joy bo'lish kerak. Mana bizda eng katta masala. Prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yilda Nyu-Yorkka amalga oshirgan tarixiy tashrifi esa o'zaro hamkorlikning yangi erasini boshlab berdi. Hukumat va xususiy sektor vakillari bilan qator muhim kelishuvlar imzolandi. Bu hamkorlikning faqatgina boshlanishi xolos. Endilikda munosabatlar real loyihalar, investitsiya va innovatsion tashabbuslar orqali izchil davom etmoqda. $1,5 trillion aktivlarga ega investorlar Toshkentda jam bo'ldi. Uchrashuv avvalida O'zbekiston yetakchisi so'nggi 8 yil ichida AQSh bilan tovar ayirboshlash hajmi 4 barobar oshgani, mamlakatimizda AQShning 300 dan ortiq kompaniyasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotganini ta'kidladi. 3-4 yilda 40 million bo'ladi, katta davlat bo'ladi. Kim tomonsan deya. Qanday og'ir savolga qanday javob berish kerak? Savol javob bitta. Bir tomondan millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman. Buyuk O'zbekistonimning manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.